Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qildim. Ba'zan shunday damlar keladiki, ortingdan sanchilgan pichoqni og'rig'iga qaramasdan yuzlariga kulib boqasan. Ularning zarbalaridan yiqilmaganligini ko'rsatish uchun. Inson tilga kirishi uchun 3 yil kerak bo'ladi. Tildan qolish uchun esa 1 soniya yetarli. Kecha tunda vafot etganlarni bugun tongda rejalari bor edi. Ajal kelganda seni tirik holda topsin. Ba'zilar chamasi 20 yoshlarida o'ladi. 80 yoshlarida shunchaki ko'miladilar. Kimning gaplariga maza qildingiz? Asadullo, Alika, Baxtiyor yoki Akmal? Izohlarda albatta yozing va videoni boshqalarga ham ulashib qo'ying. Maza qildimga obuna bo'ling.